Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi 17 bölüm Tilning apatlari. Tilning apatlari hem bek köp hem türlük tümendir. Olar köngülge şirin näslädir ve insan tabiati tarafından ilhamlandırılğucudur. Onun xatarlarından faqat sükut qilish bilan qutulish mumkin. Şuna biz avval sükut qilishning fazilatini, ondan tilning apatlarini tafsili bayon qilamiz inşallah. Sükut qilish irodani yig'ib fikrini sap qildi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki ikki murusning orasi, og'zi va ikki putining orasi avratini saqlashga kapolatlik qilsa, men uning jannatga kirishiga kepilman. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir bandaning iymoni uning qalbi to'g'ri bo'lmaguncha to'g'ri bo'lmaydi. Uning qalbi tili to'g'ri bo'lmaguncha to'g'ri bo'lmaydi. Muaz raziyallohu anhuning hadisining oxirida mundaq kelgan: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z tilini tutib turib, bu tilingni yig'i degan edi. Men: ey Allohning rasuli, biz qilgan so'zlarimizga mo javobgarlikka tortilamdiq dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: anang hasratingga o'rtansin ey Muaz. Kişilərning yüzçilab və burunları yer sizib dozaqqa tashlanishga sabab bo'ldig'ini ularning tillari bo'lmay nima dedi. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki tilini yomon so'zlardan to'xtatsa, Alloh uning aybini yopadi degan. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu mundaq deydi: uzun qamab qo'yishga tilimdan muloyiqaroq bir narsa yo'q. Abu Darda raziyallohu anhu og'zing oldida ikki quloqingga adil bo'l. Chunki azroq so'zlab ko'proq angla deb sana ikki quloq bir eg'iz berilgan degan. Mahlat ibn Husayn rahimahullah 50 yildan beri oxirida o'zir etqudak hech bir so'zni so'zlab boqmadim degan. So'zlashning ofatlari to'g'risida. Birinchi ofat behuda so'zlash. Vaqtning qadr qimmatini va o'zining eng muhim boylik ekanligini bilgan kishi uni faqat foydali ishlarga sarf qildi. Bu ang tilni behuda gap so'zlardan to'xtatadi. Chunki Allohni zikr qilishni tashlab, behuda gap so'z qilgan kishi go'har ilishga qodir turib, uning o'rniga seg'izlay olgan kishiga o'xshaydi. Bu umrlik ziyondir. Bir sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ziga munosabatsiz ishlardan qo'l uzish insonning esil musulmon ekanligidandir degan. Luqman Hakimga sening ilming qaysi saviyada deyilgan edi. Luqman Hakim: ehtiyojim yo'q narsani so'ramayman, behuda gap qilmayman dedi. Rivoyat qilindiki, Luqman Hakim Davud alayhissalomning huzuriga kirdi. Shu chaqda Hazrati Davud savut to'qiyotdi. Hazrati Luqman ko'z oldidagi manzaraga qattiq hayron bo'ldi. Ondan Davud alayhissalomdan so'raydi deyu, o'ziga berilgan hikmat unda qilishdan to'sdi va so'rashdan o'zini tutib oldi. Davud alayhissalom savutni to'qib bitirib o'rnidan turdi va uni kiydi-da, urushqa savut nima degan yaxshi ha dedi. Shuning bilan Luqman Hakim sukut saqlash bir hikmatdir, lekin qila oladiganlar bek ozdir dedi. Ikkinchi ofat batil ish haqida paranglashish. Ya'ni haroq so'rinlari va pasixlarning majlislari kabi gunoh ma'siyatlar bo'lgan o'rinlar haqida paranglashish. Batilning turlari nihoyat ko'pdir. Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: haqiqatan banda o'ylamasdan bir eg'iz so'zni so'zlaydi va shu so'zi sababli mashriq bilan mag'rib orasidagi musofadan cho'ng'aroq do'zaxga g'ulab ketadi. Bununla yaqin bir ofat jidallashish va talash tartish qilishdir. Ya'ni qarshi tarafning xatoligini yuziga silish va og'zini ochqizmaslik uchun munoziralashish. Buning sababi kishidagi obro'y va cho'ngchilik savdosidir. Kishi munkar so'ziga qarshi turishi va to'g'risini tushuntirishi kerak. Agar dinga munosabatli temalarda kishining so'zi qabul qilinsa qilindi, qabul qilinmasa talash tartishdan qochish kerak. Dunyo ishlariga munosabatli temalarda talash tartish va munozara texmi behuda. Ushbu ofatning dorisi va davosi ustunlikni damlatqizdigan kibrini sundirib tashlashdir. Talash tartishning eng qabihi adovat saqlash, dushmanlashishdir. Chunki dushmanlashish talash tartishni ig'irlashtirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo eng yomon ko'radigan kishi ashaddiy dushmanlik qiladigan kishidir degan. Bu dushmanlashish nohaq yoki nodonlarcha dushmanlashishni ko'rsatadi. Haq bo'lgan taqdirdami mumkin qadar dushmanlashishdan qochish kerak. Chunki dushmanlashish kishi dilining adovat bilan to'lishiga sabab bo'ladi, g'azabni oshiradi va iffat nomusga til tekkizishgacha elib boradi. Üçüncü ofat so'zlaganda og'zini, yuzini har xil ushlab, burab gapdallik qilish va dabdabalik so'zlarni qilish uchun zo'riqish.
Abu Sa'laba radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men eng o'ch ko'radigan va qiyomat kuni mendan eng yiroq bildiğininglar, axloqi eng yomoninglar, giptula va dabdabalik so'zlar bilan gapni uzartadiganinglardir." Xatiblarning xutbalari mubolag'asiz va g'alati so'zlar qo'shilmagan o'gitlar, makruh ko'riladigan adabiyotvozlik va yasalma so'zlar jumlasidan emasdir. Chunki maqsad qalblarni harakatlantirish, tashviq qilish, xush bishorat berish va kasallar. 4-chi ofat hayosiz paranglar, til haqorat va shuningdek so'zlarni qilish. Bularning hammasi diniy jihatdan ayiblanadi va cheklanadi. Bularning manbasi razillik va nacharlikdir. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sat gaplardan saqlaninglar, chunki Alloh sat gaplarni va og'zi buzuq bo'lib olishni yaxshi ko'rmaydi degan. Yana bir hadisda har qanday mehnat gap qilguvchiga jannat haromdir deyilgan. Yana bir hadisda mo'min degan dil azor gap qilmaydi, iffat nomusga til tekkizmaydi, la'nat aytmaydi va og'zi bezab bo'lmaydi deyilgan. Hayasız paranglar past temalarda ochiq-oshkora so'zlashni ko'rsatadi. Bu paranglarda ko'pincha jinsiy munosabat va shuning aloqador gaplar bo'ladi. Shaksizki, adab va hayo egalari bunday gaplardan o'zini tortadi va undaq ishlarni tushuntirishda yepib gap qiladi. Ma'lum ramzlar bilan ishora qiladi, yaqinroq va aloqador so'zlar bilan ifodalaydi. Naqsh aytishmo tilning ofatlaridan biridir. Bu to'g'riliq bayonlar boshqa o'rinda bayon qilindi. 5-chi ofat chaqchaqchilik. Azroq chaqchaq rostchilik sharti bilan joizdir. Darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chaqchaq qiladi, chaqchaq qilganda faqat haqni deydi. U zot bir kishiga chaqchaq qilib, "Ey qo'sh quloqliq" degan. Yana bir kishiga "Biz seni yinganning bolasiga mindirib qo'yamiz" deb chaqchaq qilgan. Bir kambiriga "Qiyri mumayla jannatga kirmaydi" deb chaqchaq qilib, bu oyatlarni o'qigan. Shubhisizki biz u xotinlarni yangidan yaratdik va pay qizlar qildik. Başqa bir ayolga ikki ko'zda aqliq bar eringiz degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chaqchiqida 3 narsa birlashgan edi. Birinchi, haqiqatni tilga elishi. Ikkinchi, ayollar, kichik bolalar va o'zining tarbiyaga muhtoj ojiz erlar bilan chaqchaqlashishi. Uchinchi, kamdan kam bo'lish. Shunga davomli chaqchaq qiladigan kishilar hazilkashligiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chaqchaqlashganligini dalil keltirmasligi kerak. Chunki kam ko'rilgan bir ishning hukmi doim bo'ladigan bir ishning hukmiga o'xshamaydi. Agar bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Oysha radhiyallohu anhaga habashlarning o'yinini ko'rib olish uchun turib berganligi va Oyshaga habashlarning nayz o'yinini tomosha qilishga ruxsat qilganligini dalil keltirib, kech-kunduz habashlar bilan birga bo'lsa va ularning o'yinlarida tomosha eylasa, xatolashgan bo'ladi. Chunki haqiqatda u Rasulullohning hayotida nihoyat kam ko'rilgan bir ishdir. Demak, chaqchaq qilganda haddidan oshirib o'tish va davomli chaqchaq qilish cheklanadi. Chunki ko'p chaqchaq qilish insonning inobatini tushirib o'tadi, adovat va o'chmanlik paydo qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning chaqchaqlaridek ozgina chaqchaqlar bo'lsa, xushallik paydo qilib, ko'ngilni ozoda qiladi. 6-chi ofat mazoq va masxir qilish. Mazoq qilish, qarshi tarafni mansitmaslik va haqorat qilish hamda kamchilik va ayiblarni xalq kulgiday darajada pash qilib diqqat tortishdir. Mazoq hajviy qilish ba'zida og'zaki yoki harakatlik do'ramchilik bilan, ba'zida imo va ishorat bilan bo'ladi. Bularning hammasi shar'an cheklangan. Qur'on Karim va Rasulullohning sunnatida nahiy qilingandir. 7-chi ofat sirni oshkorlash, va'daga xiloflik qilish, yolg'on so'zlash va yolg'on qasam ichish. Bularning hammasidan cheklangan, lekin bir kishining o'z ayoliga qarata va urushda aytishga ruxsat qilingan yolg'onlar mubahdir. Mubah yolg'onning qoida va o'lchimi mundaq. Faqat yolg'on aytish bilanla erishgil bo'ladigan go'zal g'oya uchun aytiladigan yolg'on. Maqsaddagi ish qilish mubah ish bo'lsa mubahdir. Agar maqsad qilingan ish vojib ish bo'lsa, yolg'on aytishmi vojib bo'ladi. Demak, mumkin qadar yolg'on aytishdan saqlanish kerak. İki bizlik söz qilishga ruxsatdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqatan ikki bizlik gaplarni qilishda yolg'onchilikdan qochqil bo'ladi degan. Ikki bizlik gaplarni zaruriyat tug'ilganda qilishga ruxsat. Ehtiyot tushmasmi ikki bizlik gaplarni qilish yolg'onchilik o'xshab qolganlik uchun makruhdir. Ikki bizlik gaplar haqida Abdullah ibn Ravahadan mundaq vaqalik rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Ravaha bir cho'ris bilan birga bo'ladi. Bu ishni uning ayoli bilib qoldi. Shuning bilan ayoli bir pichoqni ilib erining yeniga keladi. Halbuki eri o cho'ri bilan ishni tugitib qopib bo'lgan edi. Ayoli uningga "Shu ishni qildingmi?" deydi. Abdullah ibn Ravaha "Men hech nima qilmadim" deydi.
Ayoli, "Ya menga Qur'on o'qib bersan, yoki bo'lmasa bu pichoq bilan qarningni yerib o'taman" deydi. Shuning bilan Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambarimiz, yo'lboshchimiz ilib keldi Qur'onni. Ama iduq taptuq yo'lni, tashladuq zalolatni. Bidaridir olzat xuluq qiyamdadir ummat uchun. G'aflat ichra yashar mushrik, bilmez bu haqiqatni. Abdullah ibn Ravahaning ayoli buni anglab, "Men ko'zimga emas, Alloh taologa ishondim" deydi. İbrahim Naxayi rahimahullohni boshqalar izlab kelsa cho'risiga berib ularga Naxayini masjiddan izlab beqinglar deb qo'ying deydi. 8. Afat g'ayvat qilish. Ulug' Qur'onimizda g'ayvat qilishni cheklagan va g'ayvat qilg'uvchini o'lgan qarindoshning go'shini yig'ichik o'xshatgan. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqiqatan qonlaringlar, mollaringlar va yuz obro'yinglar bir-biringlarga haromdir degan. Abu Barza Aslami raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey og'zida musulmon bo'lib, iymon diliga o'tmaganlar. Musulmonlarga azor bermanglar, ularning yushurun ayiblarini paylab yurmanglar. Kimki musulmon qayrindishining yushurun ayibini izlab yuradi ekan, Allohmi uning ayibini izlaydi. Alloh birovning ayibini izlab qolsa, uni cho'qim rasvo qilib o'tadi" degan. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "G'ayvat qilishdan saqlaninglar. Chunki g'ayvat zinodan muqaddiq gunohdir. Kishi ba'zida zino qiladi, haroq ichadi, ondan tavba qiladi va Alloh taologa uning tavbasini qabul qiladi. Ammo g'ayvat qilingan kishi kechirimigacha g'ayvat qilingan kishining gunohi kechirim qilinmaydi." Ali ibn Husayn raziyallohu anhuma aytır: "G'ayvat qilishdan saqlan, chunki g'ayvat qilish itmijaz kishilarning qo'shimcha yemikidir." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va sahobalarning bu haqda kelgan so'zlari nihoyat ko'p va mashhurdir. G'ayvat qilish deganimiz, yaningda yo'q qarindishingning o'zi anglasa yomon ko'radigan so'zlar bilan tilga elishingdir. Qarindishing yomon ko'radigan so'z bo'lsa, xira ko'z, qarg'u, alg'ay, toz, uzun tura, pokinik degandek, jismoniy yoki zangining bolasi, hinduning bolasi, atisi pasiq, tigi past degandek nasabiy va yoki badxuy, bexil, cho'nch odam degandek mizoji, hatto to'nining peshi uzun, kiyimining yangi kengri, yaktik xosmaq degandek qiyofati kamchiliklar bo'lsin, bularning hammasi g'ayvatdir. Buning dalili payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan g'ayvat to'g'riliq so'ralganda, qarindishing haqida u yomon ko'radigan so'zlarni qilish g'ayvatdir deb tushundirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qarindishim haqida so'zlaganlarim rost bo'lsa-chu deb so'ralganda javob berib, "Aytganlaring rost bo'lsa, uning g'ayvatini qilgan bo'lsan, yolg'on bo'lsa, uningga qara chaplagan bo'lsan" degan. Ayıplash puruqi bar har qanday so'z g'ayvatdir. Bu og'zaki bo'lsin yoki ko'z imosi, qo'l ishorati va qalam kinoyasi kabi shakllar bilan bo'lsin, hammasi o'xshashdir. Chunki qalammo ikki tilning biri hisoblanadi. G'ayvatning eng qabih turi bo'lsa, riyoxo'r zoidning qilgan g'ayvatidir. Masalan, ularning qishida bir kishi tilga ilinsa, bu riyoxo'r zoidlar bizni sultonlarga ulfatchilik bilan sinamagan va dunyoning puchak narsalarini talab qilishda hayosizlikqa duchor qilmagan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin deydi. Yoki Alloh taologa sig'inib hayosizlikdan panoh tilaymiz va yoki Alloh taolodan salomatlik so'raymiz deydi. Mushundaq deyish orqali ular tilga ilingan kishini ayiblash va o'zlarini maqtashni maqsad qiladi. Ba'zida bir riyoxo'r zoidning qishida ma'lum bir kishi tilga ilinsa, u bechora pek cho'ng ofat bilan sinaldi. Alloh bizning va uning tavbasini qabul qilsin deydi. Bu orqali u duo qilganligi oshkor qilib, o'zining maqsadini yushirdi. G'ayvatga quloq solg'uvchi shu gunohga sherikdir. G'ayvatga quloq solish gunohidan faqat g'ayvat qilganlarni til bilan inkor qilish bilan qutulg'ili bo'ladi. Agar o'ziga ziyon yetishdan qo'rqsa, qalbi bilan nafratlandi. Agar kishi g'ayvat qilingan so'rindan ayrilish yoki boshqa gaplar orqali ularning g'ayvatidan uzutishga qodir bo'lsa, shunda qilsin. Rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimning qishida bir mu'min xorlansa va u kishi shu mu'minga yordam berishga qodir turib yordam bermasa, Alloh azza va jalla u kishini kishilarning orasida xor qiladi." Rasululloh yana kimki bir mu'minni uni ayibligüchi munofiqdan qo'g'dab qolsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning tinini do'zax o'tidan qo'g'dab qoladigan bir farishta avatidi degan. Amr ibn Utba raziyallohu anhu o'z ozod qilgan bir qulining bireylan bilan birga boshqa bir kishining g'ayvatini qilayotganligini ko'rdi. Uningga: "Voy sana! O'z nafsingni mushundaq gaplarni qilishdan yiroq tutquningdek, qulig'ingni bu sat gaplarni anglashdan yiroq tut.
Haqiqatan g'ayvatga quloq solg'uvchimi g'ayvatxo'rning gunohiga sherikdir. Xalq o'z qochisidagi narsalarga qarab, eng nojirini sining qochonga to'kdi. Agar bir ahmoqning valoqlashlari qaytirib eg'iziga tiqib etilgan bo'lsa edi, shu valoqdek ko'ri oxiratda badbaxt bo'lganda uning gaplarini og'ziga purlab tiqquchi baxtiyor bo'lgan bo'ladi. Musulmonning musulmon ustidagi haqlari to'g'risida ko'p hadislar rivoyat qilingandir. Ularning bir qismi allaburun suhbat babida keltirildi. G'ayvat qilishga turtki bo'lgan sabablar va uni davolashning bayoni. G'ayvatga ilib boruvchi sabablar ko'pdir. Sabab ochiqni bisiq turish arzusi. Masalan, bir kishi ma'lum sabablar bilan yana bir kishidan ranjigan vaqtida qursuqi ko'pgan sari qarshi tarafga bo'lgan ochiqni g'ayvat qilish orqali besildirishga tirishadi. Do'st yaranlarga moslashish, hamrohlarga yaxshichaq bo'lish va yordamlashishmi g'ayvat qilishga turtki bo'ladi. Chunki do'st yaranlar boshqalarning g'ayvatini qilsa, ularga raddiya bersa yoki ularning so'zini uzib etsa, do'stlarining o'zini yomon ko'rib qilishi, hatto nafratlanishdan ansirab ularning g'ayvatlariga moslashadi va buni yaxshi do'stlik deb qarab qoladi. Boshqalarni tushirish orqali o'z obro'yini ko'tarish istiki. Masalan, kishi paloni jahil va tushunchisi yuzaki degandek so'zlarni qilganda, asli maqsadi o'zining ortiqchiligini va qarshi tarafdan bekrak olim ekanligini namoyon qilishdir. Boshqalarning bir kishini maqtishi, yaxshi ko'rishi va izzatlanishini ko'rolmaslikmi ushbu sabablar qatoridandir. Hasadxo'r boshqalarning mushundaq izgu muomalasini yo'qotish uchun maqtalg'uchini ayiblab g'ayvatini qiladi. O'yin va tomosha. G'ayvatxo'r birovning haqni kuldiradigan hol ahvollarini hikoya qilib anglatadi, hatto ba'zilar mushu yo'l bilan pul topadi. G'ayvatxo'rlikning shifosi. G'ayvatxo'r bilsinki, qilgan g'aybati sababli o'zini Alloh taolaning g'azabiga va yomon ko'rishiga duchor qiladi. O'zining yaxshi amallarining savobi g'aybati qilinuvchiga yozildi. Agar yaxshilik bo'lmasa, g'aybati qilinuvchining yomonliklarining gunohi g'ayvatxo'rning gadiniga yozildi. Mana bularni tushungan kishi tilini g'ayvatdan yig'idi. G'ayvatxo'rlik illatiga mubtalo bo'lg'uchi avvalo o'z ayiblarini o'ylashi, shu ayiblarini isloh qilishga tirishishi va o'zi ayiblik turib boshqalarni ayiblashdan hayo qilish kerak. Ba'zi olimlar mundaq degan: ayiblasang o'zgalarni o'zingda bor ayib bilan. O'zgalarni qandoq qattiq ayiblar bir ko'zlik kishi. Ayiblasang kishilarni ularda yo'q ayib bilan, bu Alloh va xaloyiqning nazarida gunohning cho'ngi. Agar bir kishi o'zini ayib nuqsondan xoli deb o'ylasa, Alloh taolaning o'ziga bergan ne'matlarga shukr aytish bilan mashg'ul bo'lsin va nafsini g'ayvat qilishdan iborat eng qabih ayib bilan bulg'umasin. O'zgalarning o'z g'ayvatini qilishiga rozi bo'lmagandek, o'zimi o'zgalarning g'ayvatini qilishga rozi bo'lmasin. Kishi avval g'ayvat qilishga turtki bo'lgan sababga qarasin. Ondan shu sabablarni yo'qotishga tirishsin. Chunki bir kasallikni davolash shu kasallikni paydo qilgan sababni yo'qotish orqali bo'ladi. Biz g'ayvatxo'rlik illatining ba'zi sabablarini bayon qildik. Masalan, g'azablanishni oldimizda g'azab babida keladigan bayonlarga amal qilish bilan davolasi bo'ladi. Sabab do'stlarga moslashish bo'lsa, buning davosi Alloh taolani g'azablantirib turib, maxluqotning rizosini istiguvchiga Alloh taolaning g'azablanadiganligini bilish va maxluqotni rozi qilishning o'rniga Allohning rizosini tanlashdir. Undaqda kishi o'zining yanida boshqalarning g'ayvatini qilgan do'stlarga koyish kerak. Boshqa g'ayvat qilishga sabab bo'lgan ishlarni bu tariqada davolasi bo'ladi. Ba'zida g'ayvat qalb bilan qilinish mumkin. Bu musulmonlarga qarata badgumon qilishdir. Gumon nafs tayangan va qalb moyil bo'lgan narsadir. Sening bir musulmon haqida uning ahvoli har jihatdan to'g'ri tushunishga imkon va ehtimol qilmoqdek darajada oydinlashmoqcha badgumon qilish haqqing yo'q. Lekin adil va insofli bir kishi sen uning nacharligidan xabar bersa va sening qalbingni tasdiqlashga moyil bo'lsa, sen o'zrilik hisoblanasan. Chunki agar mushundaq bir kishini yolg'onga chiqarsang, bu qitim uning haqida badgumon qilgan bo'lasan, biridan yaxshi gumon qilib, yana biridan yomon gumon qilish behojat. Aksicha, u ikkisining orasida dushmanlik va ya hasad bor yoki yo'qligini tekshirib beqishing kerak. Agar bor bo'lsa, shu sababli bir tuhmat bo'lish mumkin. Bir musulmon haqida ko'nglingga yomon xiyol kirsa, uningga ko'proq kuyingin va uningga yaxshilik tilab duo qilgin. Chunki bunday qilish shaytonning ochiqini keltirdi va uni sendan qochirdi. Shayton sening musulmon qayrindishingga kuyinishing va uningga duo qilish bilan mashg'ul bo'lganligingdan qo'rqib, sen yomon xiyollarni tashlay olmaydi. Bir musulmonning rasli xatolashganligi jazmlashsa, uningga yoshirin nasihat qilgin. Ayib izdash gumonxo'rlikning bir natijasidir.
Chunki qalb gumoniga qanoat qilmaydi, balki tekshirishni talab qildi. Shuning uchun ayib izlash bilan mashg'ul bo'ladi, bu cheklangandir. Halbuki qusur izlash nihoyatda musulmonning sirini ichib tashlaydi. Kishi bir musulmonning ayibini bilmasa, qalbi shu musulmonga nisbatan g'uborsiz tuyg'ularda bo'ladi. G'ayvat qilishga izn berilgan uzrlar va g'ayvat qilishning kafarati. Başqalarning yomonliklarini tilga ilishga izn berguvchi narsa shar'iy jihatdan to'g'ri bo'lgan nishondir. Bu nishon maqsadga faqat qarish tarafning yomonliklarini tilga ilish bilan erishish mumkin. Mana bu shunday bir maqsad g'ayvat gunohini inovatsiz qiladi. Tuvandagi ahvollarda g'ayvatga ruxsat bordir. Birinchi, o'zi uchirgan zulm va nohaqchilikni bayon qilishda. Chunki zolim zo'ravonlik qilsa, mazlum zolimdan haqqini to'liq ilib beradigan kishiga zolimning zulmini bayon qilsa bo'ladi. İkinci, munkarni tuzitishga yordam berish va zolimni yaxshilik yo'liga qaytarishda. Uchinchi, fatvo so'rashda. Masalan, fatvo berguvchiga "Falon kishi menga zulm qildi yoki haqqimni ilib oldi, men nima qilishim kerak?" deb so'rash va ismini atash mubahdir. Lekin imo qilish afzal. Masalan, dadasi yoki qarindishi va shuning o'xshagan kishilar zulm qilgan kishi haqida "Nima deysiz?" degandek savollarni qo'yish. İsmini oshkora atashning joiz ekanligining dalili Utba qizi Hind radhiyallohu anhaning eri Abu Sufyan haqida. Haqiqatan Abu Sufyan bexil odam degan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zni ayblamaganligidir. 4. Musulmonlarni ogohlantirishda. Masalan, bir bid'atchi yoki fosiqning yeniga pat-pat berib kelgan bir faqihni ko'rganingda bid'at yoki fosiqlikning yo'qib qilishidan qo'rqsang, faqihga qarshi tarafning chin ahvolini bayon qilsang bo'ladi. Shuningdek bir qulning o'g'ri yoki fosiq ekanligini bilgan kishi setib olg'uchiga uni deb qo'ysa bo'ldi. Shundaqla nikoh va omonat qo'yish ishlarida maslahat siling'uchi, maslahat solg'uchiga samimiy bo'lish maqsadida nikohlanmoqchi bo'lgan kishi yoki omonat qo'yilmoqchi bo'lgan taraf haqida o'z bilgan ishlarning esi bo'ladi. Buni bo'xton qilish maqsadida qilmaslik kerak. Maslahat solg'uchi faqat ochiq oshkora deyish bilanla maqsadidan yanilgan bo'lsa, ularning ahvolini ochiq oshkora tushuntirsa bo'ladi. 5. Tokur, qarg'u degandek laqamlar bilan tunilgan bir kishini shu laqami bilan tilga olsa gunoh bo'lmaydi. Albatta, boshqa ism bilan tilga ilish imkon topsa, shu ism bilan chaqirish afzaldir. 6. Ochiq oshkora fosiqlik qiladigan, xalqning milini tortib oladigan va buningdan hech yiqmaydigan kishilarning shu hollarini bayon qilish gunoh emas. Rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki hayotini tashlab olsa, uni g'ayvatin qilish gunoh emas degan. Hasan al-Basriga gunoh ma'siyatni ochiq oshkora qiladigan gunohkor kishini bor sifatlar bilan sifatlashim g'ayvat bo'lamdi deyilgan edi. Hasan al-Basri yo'q, chunki undaq kishining hurmati yo'qdir dedi. G'ayvat qilishning kafarati. G'ayvat qilguvchi ikki xil jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Birinchisi Allohning haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Chunki g'ayvat qilguvchi Alloh cheklagan ishni qilguvchidir. Bu jinoyatning kafarati tavba etish va pushaymon qilishdir. Ikkinchisi bir bandaning yuz obro'yini dafsanda qilish. Agar qilingan g'ayvat qilinguvchiga yetgan bo'lsa, uning oldiga berib rozilik so'rash, g'ayvatin qilib salganligiga pushaymon qilganligini aniq aytish kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kimdiki birovga qarta til haqorat yoki shuningdek bir zulm qilgan ahvol bo'lsa, uni bir tilla yoki bir tangi puli bo'lmaydigan kunga qoldirmay, bugunlik qarish tarafning roziligini ilib olsin. Bo'lmasa, uning yaxshi amallaridan qilgan zulmiga loyiq ilinadi. Agar uning yaxshi amallari bo'lmasa, mazlumning gunohlaridan ilinib, uningga yuklanadi deganligini rivoyat qiladi. Agar qilingan g'ayvat qarish tarafga yetmagan bo'lsa, rozilik so'rashning o'rniga uning uchun istig'for etsin. Chunki xabarsiz kishini xabardor qilish qarish tarafning ichiga g'umsilish mumkin. Bir hadisda sen g'ayvatin qilgan kishiga to'linadigan kafarat uning uchun o'qigan istig'foringdir deyilgan. Mujohid rahimahulloh aytur, qarindishingning kuchini yeganlikning kafarati uni madiyalishing, uningga yaxshilik tilab duo qilishingdir. O'lib ketgan kishiga o'xshash. Tilning ofatlaridan 9-chi ofat suxanchilik. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam suxanchi jannatga kirmaydi degan. Suxanchilik odatda birovning so'zini boshqa birovga to'shishga qo'llanadi. Masalan, sening haqqingda palani mundaq dedi degandek. Suxanchilik buningga xos emas, balki gap so'zlar bo'lsin, ish harakatlar bo'lsin, oshkorlash, yomon ko'riladigan narsani oshkorlashmi suxanchilikning doirasiga kirdi.
Hattoki bir kishini melini ko'miyotgan holatda ko'rsa, melini ko'mib qo'yganligini shu kishi oldida tilga olsa-mu, suxanchilik qilgan bo'ladi. Har qanday kishiga gap to'shilsa, masalan, birovga sening haqqingda paloni mundaq dedi yoki mundaq qildi degandek so'zlar yetkazilsa, yetkazilgan kishi 6 ishni qilish kerak. A. Suxanchiga ishonmasligi kerak, chunki suxanchi guvohligi qabul qilinmaydigan fasiqdir. Suxanchini suxanchilikdan to'sishi va uningga nasihat qilish kerak. B. Suxanchini Alloh roziligi uchun yomon ko'rish kerak, chunki suxanchi Alloh nazarida yomon ko'rilguchidir. P. Qishida yo'q qarindishidan gumon qilmasligi kerak. T. To'shib kelingan so'zlar qarindishning aybini izlash va tekshirishga ilib bormasligi kerak. Alloh taolo bir-biringlarning aybini izdimanglar degan. C. Suxanchini cheklagan ishni o'ziga ravo ko'rmasligi va o'zi suxanchilik qilmasligi kerak. Rivoyat qilindiki, Sulaymon ibn Abdulmalik bir odamga: "Mening g'ayvatimni qilganligingni angladim, sen mening haqqimda mundaq debsan" dedi. U odam: "Men undaq qilmadim" dedi. Sulaymon: "Menga buni xabar qilguvchi rostchil kishi edi" dedi. U odam: "Suxanchi rostchil bo'lmaydi" dedi. Sulaymon u odamga: "Salomatlik yor bo'lsin, ketgin" dedi. Yahya ibn Abi Kasir rahimahullah sehrgar bir oyda buzolmaydigan narsani suxanchi bir soat ichida buzib etadi degan. Hikoya qilindiki, bir kishi bir qul setib olmoqchi bo'libdi. Qul o'zini setib olmoqchi bo'lgan xo'jayiniga: "Men suxanchilik va yolg'onchilik qilishdan ado judo ekanligimni san e'lon qilaman" debdi. Xo'jayin: "Ha, sen ikkisidan ado judosan" debdi va uni setib olibdi. Bir kuni qul xo'jayiniga: "Ayolınız zina qiladi, mundaq ish qiladi va sizni o'ltirmoqchi" debdi. Ondan xo'jayinning ayoliga: "Eringiz sizning ustingizga to'qal olmoqchi. Agar eringizni sizga amroq qilib berishimni va to'qal olmaslikni xohlasangiz, qo'lingizga ustirayling va eringiz uxlab qolganda gelidan bir tal tush tushirib ilib keling" debdi va yana xo'jayiniga: "Ayolingiz siz uxlab qolganda sizni o'ltirmoqchi" debdi. Shuning bilan eri ayolini saqlab uxlagan bo'lyapti. Ayoli uning gelidan bir tal tuk ilish uchun ustrani ilib kelganda, eri ayolining qo'lini tutib olib, ayolini bo'g'izlab etibdi. Ondan ayolning jamiyati u odamni tutib o'ltirib etibdi. 10-ofat. O'zaro dushmanlashguchi ikki kishining orasida berib kelib turg'uvchi ikki yuzlama odamning gapi. Ikki yuzlamchi kishi bir tarafning gapini yana bir tarafga to'shiydi. Har biriga o'ziga mos keladigan so'zlarni so'zlaydi yoki uningga yordam qilishga va'da berdi. Yoki bir tarafning yuziga qarab turib maqtab, neriqi kishining yeniga borganda uni so'kidi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishilarning eng yomoni bir yuz bilan ularga, bir yuz bilan bularga keladigan ikki yuzlimidir degan. Bu zururiyat bo'lmasa-mu, ikkisi o'rtasida gap to'shgan kishi haqqidir. Lekin zururiyat tug'ilganda amirlarga oldida madora qo'shilgandek ko'rinish qilish joizdir. Abu Darda radhiyallohu anhu: "Haqiqatan biz bir turkum kishilarning yuziga tabassum qilamiz, holbuki ularga qalblarimiz la'nat o'qiydi" degan. Qachonki ular bilan o'xshash fikrda emasligini aytolgudek kuchga erishganda yana shunday qilish nodurustdir. 11-ofat maqtash. Maqtashning ofatlari ko'p bo'lib, maqtag'uvchiga va maqtalg'uvchiga munosabatlik ofatlar bor. Maqtag'uvchiga munosabatlik ofatlarga kelsak, maqtag'uvchi ba'zida maqtalg'uvchi haqida tekshirolmaydigan va bilish imkoni yo'q gaplarni qilib soldi. Masalan, maqtag'uvchi maqtalg'uvchi haqida u kishi taqvo va zoid deydi. Ba'zida maqtashni haddidan oshirib, yolg'onchilik qilib soladi, ba'zida ayiblanishga loyiq kishini maqtaydi. Bir hadisda haqiqatan Alloh fosiq maqtalsa g'azab qiladi deb rivoyat qilingan. Hasan al-Basri rahimahullah: "Kimki zolimning boqimandiligiga duo qilsa, Alloh taolo osiylik qilinishni yaxshi ko'rgan bo'ladi" degan. Maqtalg'uchiga munosabatlik ofatlarga kelsak, maqtag'uchining maqtishi maqtalg'uchida takabburlik yoki o'ziga tamanno qo'yishni paydo qiladi. Bu ikkisi halok qilg'uchi sifatlardir. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kishining yana bir kishini maqtayotganligini anglaganda, "Voy sana, hamrohingning bo'ynini uzib etding" degan. Bu mashhur hadisdir. Biz Hasan al-Basrining mundaq deganligini rivoyat qildik. Umar radhiyallohu anhu qo'lida qamcha, atrofida xaloyiq bilan o'ltiratdi. Shu asnoda Jarut keldi, ondan bir kishi: "Bu odam Rabiya jamoatining rahbaridir" dedi. Bu so'zni Umar va atrofidagi kishilar angladi, Jarutmi angladi.
Jarud Umarning qishiga yaqin kelganda Umar uni qamchi bilan urdi. Jarud, "Ey müminlarning amri, ikkimizning orasida bir ish bo'ldimi?" degan edi Umar. "Ikkimizning orasida nim bo'lmoqchi edi? Boyiqi gapni angladingmi?" dedi. "Angladim, nim bo'ldi?" "U gapning zarrasi sening qalbingga aralashib qolishidan qo'rqdim, shunga seni xorlab qo'yishni xohladim. Chunki inson boshqalar tarafdan maqtalsa, ko'ngli mamnun bo'ladi. O'zini maqsadga yetgan o'xshayman deb o'ylaydi va amal qilishga ojizlik qiladi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamroyingning bo'ynini uzvatding degan. Maqtashqa bu ofatlar yo'q bo'lsa, birovni maqtasa gunoh bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallammu Abu Bakr, Umar va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlarni maqtagan. Maqtalg'uchimi takabburlik, o'ziga tamanno qo'yish va amal qilishdan ojiz kelish qatorliq ofatlardan qattiq saqlanish kerak. Maqtalg'uchi bu ofatlardan faqat o'zini tunug'andila va maqtag'uchining agar shaxs o'zi bilgan kamchiliklarni bilgan bo'lsa, uni maqtamaydiganligini idrok etish orqali qutula oladi. Rivoyat qilindiki, solihlardan bir kishini boshqalar maqtagan edi. Solih kishi: "Ey Alloh, haqiqatan bular meni bilmaydi, sen meni bilsan" dedi. 12-ofat. Diniy temalarda bo'libmi Alloh tiliga ilingan gaplarda so'zning mazmun va ma'nosida yangilishish, oshirib o'tish, lafzlarni to'g'rilashga faqat notiq olimlarning kuchi yetadi. Ilm va fasohat o'rganishga sal qaragan kishining so'zlari xatolikdan xoli bo'lolmaydi. Lekin Alloh taolo u kishi jahil bo'lganlik uchun uni afv qiladi. Buningga misolan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Hech biringlar Alloh xolidi, sen mu xoliding demasin, lekin Alloh xolidi, ondan keyin sen mu xoliding desin. Chunki Alloh xoligan va sening xolig'ining bo'ladi" deb Allohning xolish bilan insonning xolishini keskin bog'lab keltirishda insonni Allohga sherik va barobar qilish kelib chiqadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir xatib, kimki ularga osiylik qilsa ozg'undur deganda, bu so'zni to'g'ri topmay, kimki Allohga va uning rasuliga osiylik qilsa ozg'undur degan so'zmi shuningga yaqindir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundoq degan: "Hech biringlar mening qulim, mening cho'ram demasin. Sizlarning hammanglar Allohning quli sizlar. Barliq ayollaringlar Allohning ayol qullaridir. Lekin mening o'g'il xizmatchim, qiz xizmatchim desin." Naxai rahimahulloh mundoq degan: "Bir kishi yana bir kishini "Ay eshak, hay cho'shqa" desa, qiyomat kuni uningga "Sen meni eshak qilib yaratilgan deb o'yladingmi, cho'shqa qilib yaratilgan deb qoldingmi?" deyiladi. Bu va mushuninga o'xshagan so'zlashdagi xatoliklarning sonini ilib bo'lish mumkin emas. Kimki tilning ofatlaridan biz keltirgan bayonlarni o'ylansa va o'zining tilini qo'yiversa, oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligini biladi. Shu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning "Kimki sukut qilsa, nijot topadi" degan so'zining siriga yetadi. Chunki bu ofatlar xiyim xatarlardir va so'zlikchining yo'li ustidir. Shunga sukut qilgan kishilar sog'-salomat qoladi. 13-ofat avam tabiqasidagi kishilarning Alloh taolaning sifatlari va kalomi haqida savol so'rashi va so'zlashlari. Bilginki shayton avam xalq tabiqasidagi kishiga "Sen faqatla ilmiy temalarga kirish bilan olimlardan va fazilat ahlidan bo'lasan" deb xiyol tashlaydi. Shuning bilan bu xiyolni davomli uningga chiroyli ko'rsatadi. Hatto u kishi bilmasdan kufrga ilib boradigan so'zlarni qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kishilar bir-biriga shundoq savollarni qo'yishadi. Oxiri berib mundoqmi deb etish mumkin. Maxluqotni Alloh yaratibdi, undaqda Allohni kim yaratdi?" Avam xalqning ilmning sirliq yipiq taraflaridan savol qo'yishi eng chong ofatdir. Chunki ularning Allohning sifatlarining ma'nolari to'g'riliq izdanishi ularni isloh qilmaydi, balki buzib qo'ydi. Chunki ularning vazifasi taslim bo'lishdir. Shunga avam kishi uchun afzal bo'lg'ini Qur'on ilib kelgan shaylarga iymon etishi, ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilib kelganlarga izdanib yurmay taslim bo'lish va ibodatlarga berilishdir. Chunki ularning ilm sirlarini tadqiq qilish bilan mashg'ul bo'lishi xuddi yayloqdagi hayvonlarning mulkning sirlarini tadqiq qilganiga o'xshashdir. Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri
Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Oğuz. Korrektor Abduvali Abliz Muhammed Barat. Layihəligücü A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım bisilişi. İstanbul. Nəşr huquqi Saciya İslam Tədqiqat Mərkəziga təvə. Hər qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.